Voy, mana ayollar sizlar uchun, farzandlaringiz uchun-a, kelinjonlaringiz uchun-a, farzandni orqada qolgan kelinjonlarimizga, o'g'illarimizgayam berib qo'yishimiz mumkin bo'lgan mahsulot yordamga keldi. Kimda-kim mana shu mahsulotimizga qiziqadigan bo'lsa, Instagram, YouTube kanallarimizgayam kirib a'zo bo'lib qo'yinglar. U yerda ko'proq ma'lumotlarimiz bor. Endi men sizlarga bu mahsulot to'g'risida qisqacharoq ma'lumot berib o'taman. Bu nima uchun kerak? Arteriya, Zemalyubka degan mahsulotimiz ayollar salomatligi uchun mashhur o'simlik bo'ladi. Gormonal muvozanatni qo'llab-quvvatlaydi, sikl buzilishi, ovulyatsiya muammosida, PCOSda yordamchi. Yallig'lanishlarga qarshi bachadon va tuxumdon faoliyatini qo'llab-quvvatlashda Zemalyubka sizga zo'r yordamchi. Siydik yo'llari va buyraklar uchun ham foydali bo'lib,